Assalomu alaykum aziz obunachilar. Kirgili 21-maktabda oldida Shrotkada bitta hovlimiz chiqib qoldi. Ko'rsatib o'taman obzorlarni. Katta yo'lda bo'yida. Bu turar joy 6 sotili 15 ta xonasi bor. Oldin oshxona sifatida foydalanishgan ekan. Xonalarni ko'rsatib o'taman. Xohlasangiz biznes qilsangiz ham bo'ladi, o'sha oshxonani yurgizsangiz ham bo'ladi yoki mehmonxona sifatida, gostinitsa sifatida o'zlaring ta'mirlab turib foydalansalaring ham bo'ladi. Ichkarida xonalari. Biznes uchun ham juda lokatsiyalar juda qulay joyda. Yo'lda bo'yida, katta yo'lda 15 ta xonasi bor ekan. Bag'da sanuzellari, bu tomonda oshxonasi ham bor ekan. Aytib o'tganimdek 6 soti. Egalari joyimiz uchun 150 ming narx aytishyapti. Pastda nomer qoldirib qo'yaman. Telefon qilib aloqaga chiqishlaringiz mumkin.